issiq choy ichish va yumshoq karvatga kerilib yetish qish kechalaridagi eng yaxshi ish. Allohga shukr. Bu karvat qandoq bo'lib sunib ketdi? Uning yog'ochlari chirib ketgandek qiladi. Ustixonlarim og'riyotdi. Voy, bu nima? Sen yog'och aydigan qurtma? Hamma ish oydin bo'ldi. Mening yiqilishim va karvatimning vayron bo'lishiga sababchi bo'lgani senkansan-da. Buning badalini cho'qim to'laysan. O'rnimda turolmayapman. Allohning oldida turgan chig'imlik olim, sening barmog'imda turgan holingdimi bechoraroq bo'ladi. Ketgin. Seni qo'yib beray. Seni kechirdim. Kashlik tamog'ini tamomlamoqchimisan? Qaniya. Menga bo'lgan bu ishlarda sening gunohing yo'q. Sen menga Sulaymon alayhissalomning ibodatgohiga kirib, koinotning sirlaridan muhim bir sirni ichib tashlagan qurtni eslatib Sen bu qissani bilamsan. İşçiler, bu işlemizki keçke verdi. Biz yerning tagidan o'xshash bo'lgan 20 dona teshik teshivyapmiz. Bu yerdan o'tadigan 600 ming dona qurt bor. Oldiringlar. Xo'p, rais janoblari, bu yo'lning puxta bo'lganligini sinab baqdinglarmi? Qum ustiga intayin ko'p miqdorda sho'lga chiqardik. Natijada u qattiqlikda tashdek bo'lib ketdi. Havolantirish teshikchilarichi 10 million qurtga yetadi. Yaxshi. Bu nima ovoz? 600 ming qurt kep bo'lganmidi? Yo'q. Bu ovoz pek kuchlikan. U yer ustida menayotgan bir insondek qiladi. Yaxshi. Bu teshiklarning mustahkamligini sinab beqishning eng yaxshi payti. Kelinglar, ishimizni tamomlaylik. Gap qilib uzun vaqtni zoya qilyaptik. Aram elish nima degan huzur? Nimishqa u yoq bu yoqqa meni versan, birodar. O'ylanyapman. Nima to'g'risida? Menga munosib keladigan xizmat to'g'risida. Sen hamma ishda mag'lub bo'lgan tursan. Jinlar bizning furstimizda tatib elib, podshoh Sulaymonning xizmatini qilayotgan ekan. Mendek odamga xizmat nada turibdi? To'la o'ylanmay, kelib tamog'in yavag'in, birodar. Menga ozroq tuz sunib bagna. Bu nima? Bu yeydigan narsamidi? Voy qo'rsqim. Qutuldiringlar, voy qo'rsqim. Nima yeganda? Cho'ng bir oq tosh. O, tuz parchasi. Bilmaydigan narsani nima ishqa yegan bo'lg'aydi? Sinab qaydigandim. Doktor keldi. Atdigan nima yeganda? Bir dona tuz parchasi. Bu xatarlik ish. Nimishqa tuz yedim. Yog'ochdan boshqa narsani ozroq tetib boqaydigan. Xato qilibsan, qizim. Sen degan meti qurti, yemakliging faqat yog'och. Oshqoznim yog'ochga bardoshlik bera oladigan turib, nimishqa tuzga bardoshlik berolmaydi. Chunki oshqozoningning ichida yog'ochni hazm qilishga yordam beradigan bakteriyalar bor. Bakteriya degan nima? Bakteriya nihoyat nozik molekula bo'lib, uning hajmi intayin kichik bo'lganlikdan biz uni ko'rolmaymiz. Va ayni insonlar oyog'i ostiga qarabmi, biz qurtlarni ko'rolmaganiga o'xshash. Inson? Siz Alloh aql ato qilish orqali hurmatlik qilgan. Aniq aytganda, o'ziga o'xshash cho'ng ishlar haqida bosh qotiradigan katta maxluqni demakchimi? Davomli undaq emas. Eng yaxshisi sen aram og'in. Ikkinchi yog'ochdan boshqa narsa yapsanma. Faqat yog'ochlar.
Men sizlarga issiq choy tayyorlay. Tomdiki otning sho'lisi qarg'ina, nima degan qo'rqinchliq. Shundaq, xuddi jillaning so'rdidaklar. Sen ilgari jinni ko'rib boqqanmiding? Mening bir qancha do'stlarim o'z ko'zi bilan ko'rib ekan. Ha, ular yolg'onchi ekan. Jilla insonlardan ayrim yashaydi. Ularni faqat donishmand Sulaymondan boshqa hech kim ko'rolmaydi. Mening do'stlarim yolg'onchi emas. Ular menga ajoyib ishlarni so'zlab bergan. Nima dedi? Ular jillaning g'aybni bilalaydiganligini aytib bergan. Bu quruq gap. G'aybni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Buning bilan nimkorimiz. Biz kichik qurtlar turib, o'z tabiatimiz bilan faqat Allohning g'aybini bildiganlarni tanıymiz. Bu insonlar nemishqa mushunchalik oddiy haqiqatni tanimaydigandu. Jilla to'g'risida paranglashishdan to'xtanglar, men qo'rqyapman. Mening uyqum kelyapti. Men uxlayman. Men uxlay. Tez bo'linglar. O't ketdi. Meni saqlab turinglar. Ratlik oldi yer ostidagi teshiklarga tushinglar. Bu ishga qarab tursak bo'lmaydi. Bu ishni qilgani jin. U bizga g'azablanib o'ylarimizni ko'ydirib yetibdi. İnsanlar deyishgan gaplarni angladingmi? Bunda quruq gaplarni qo'y. Hazrat Sulaymon bizning ishdan to'xtab qolganimizni bilib qolsa, bizni jazolaydi. Tez bo'l, ishimizni qilaylik. Men insonlarning bizni g'aybni biladi deb qaraydiganligini anglab qoldim. Bu nima degan kulkilik? Balkim biz g'aybni, o'zimizning g'aybini biladiganligimizni bilmasligimiz mumkin. Nimanda tushuniksiz gap bu? Demakchimanki, jillaning boshliqlari g'aybni bila olishi mumkin. Durust. Ehtimal. Men so'g'ish o'ng'ib haykallarni zinnatlash uchun uncha marvoyatlarni suzib chiqdim. Mana degina dengiz jini. Sen mo'jillaning boshliqlariga o'xshash g'aybni bilamsan? Menni hech kimdan tuvan turmayman. Mubada ular g'aybni bilsa, menmi bilaman? Men suv sakray, meni qarshilik qilmanglar. Men ketdim. Eliqi koni kapiga o't ketibdi. Angladingmi? Shundoq. Kishilar mushu kapida jilla turdi deyishadi. Ishchilar ularni beram qilgan bo'lsa, ular ishchilarga g'azablanib bu joyga o't qo'yib atgan gap. Alloh aql bilan alohida qilgan insonni mushundoq tafakkur qilamdigandu. G'alat ish. Bunday yerlarni to'g'rilashimiz kerak. Qana qilib Parsiya? Sen bir yog'och yig'ich qurut xolos. Bu bir qiyin masala. Yomg'ir yog'yotdi. Chidirning orqasiga yushinib olaylik. Nimada qattiq yomg'ir bu? Xuddi osmon yig'layotgandeklar. Mubada biz panohlangudek joy topolmasak, bizni cho'qim yig'laymiz. Bu bino intayin puxta ekan. Biz kiralikdek biror to'shik yo'q ekan. Mumkin emas. Bu bino oltindan yasalibdi. Oltin biz tesholmaydigan qattiq modda. Tomlari oltindan. Bu bino kimningdir? Bu bizga muhim emas. Muhimi biz ichiga kiradigan yo'l topaylik. Bo'lmasa g'arq bo'lamiz. To'g'ri deysan. Hamga yamishib deraza ramkasi ostidan kiraylik. Tushib ketib qolsak, mushu suvda o'lib ketamiz. Bu yerda tursak da baribir o'lamiz. Urinib boqmay amal yo'q. To'xtanglar. Bu Sulaymon alayhissalomning ibodatgohi ekan. Jazm qila olamsan? Ha-a.
O yerda asığı yölünüp oturdu. Belki namazı kıvatkandı. Yoki yalğız tefekkür kılıvatkandı. Neme degen güzel ve sürlük. Kirishke icazet soraylımı? Saran buldun Biz degen qurut. Bu bolsa namazı koyduğun joy. Qaraqlı. Mehrabga quyosh nuri tushyapti. Allohga shukr. Yağmurmu to'xtabdi. Qaytib ketaylik. To'xtanglar. Ah xudo, Parsiya tushib ketdi. Uni tashlab ketdimizmi? Biz nima qila olaydik? Uni qutuldirishga urinib baqaylik. Hammamiz tugishimiz Parsiya yo'lda tushib qolganlarning tunchisi emas-ku. Men qayerda? Heliq qurt o'zining Sulaymon alayhissalomning ibodatgohiga tushib ketganligini bilib yetib, ehtiyotjonlik bilan uningga yaqinlashibdi. Podshoh Sulaymon alayhissalomga salom. Men bir qurut hazratlari. Bu yerga diqqatsizlikdan tushib ketdim. Kechirishlarni umid qilaman. Agar sizlar menga eshikning netligini deb bersizlar, men chiqib ketaman. O namoz o'qiyotgan o'xshaydi. Bu yerdan qandoq chiqib ketarman? Bu yerdan hamma narsa oltindan yoki kumushdan yoki kam tepadigan marmar toshlardan yasalibdi. Bularning hammasi yigilib bo'lmaydigan, menga nisbatan qimmati yo'q narsa ekan. Heliq qurt Sulaymon alayhissalomning osini ko'rib qopti. Aslida mush ibodatgohdagi birdan-bir yog'ochdan yasalgan narsa shukan. Qurt ochliqdan o'lgili tas qopti. Podshoh Sulaymon hazratlari. Qo'sqim bek ichib ketdi. Mening yemek yeydigan vaqtim kelgan bo'lsa-mu, hech nima yemedim. Bu uyda sening hoslaridan boshqa yog'ochning parchasi yo'q-ekan. Endi qandoq qilay? Allohning payg'ambari Sulaymonning hosini yesam yaxshi bo'lmas. Yana bir kun ochliqqa chidab baqay. Hazreti Sulaymon davomli jim turg'idak. Kecha o'tib, tongmi etibdi. U yanada qimir qilmabdi. O'ladigan bo'ldim. Bunda qiynalganimdan o'lganim yaxshiroq. Nima? O'lim? Hazrda shundoq bo'lganmidi ya? Uning muborak lavlarining oqirib, chiroyining tatirib ketganligi, kishini vahimaga soladigan jil turishlari uning o'lganligini ko'rsatib turdi. Heliq qurt Allohning uning qandoq namoz o'qishni va tasbih aytishni o'rgatgani bo'yicha namoz o'qibdi. Sana durud ve salam yollayman ey ulug' payg'ambar. Sening tirikin ve o'liging ne kadar yaxshi. Ondan keyin hosiga yaqinlashibdi. Bu hosi uningga Alloh keltirib bergan rizqga. Bir minutda to'xtab qolma. Bu seni Hazrat Sulaymon zanjirlar bilan bog'lab qo'ydi. Tez ishla. Ovozingni past qil yoki sen ibodatgoh sohibiga mening susligimni bildirib qo'ymoqchimi? U o'zundan buyon namoz o'qiyotdi. Bu nima ovoz? Qarg'ina, u Allohning payg'ambari Sulaymon. O o'shadan ketganmidi ya? O'libdi. U o'lib ketgani xeyli bo'lgandek qiladi. Buni hech kim bilmabdi. Agar qurt uning osini yegan bo'lsa, Bu bizning ishlashdan ozod bo'lganligimizmi? xo'rlig'icha azobdan degan. Biz endi erkinlikka chiqdik. Xohlagan taraflarga kessak bo'laverdi. Hurmatli payg'ambarning o'lganligi aniq bo'ldi. Biz hech narsa emasganmiz. Hatto ko'z oldimizda yuz bergan ishni o'qmay qoldik. Buni bizga eng kichik maxluq qurt ichib berdi. Sağlığın uchun Allohga shukr. Bu men hayotimda yashagan eng og'ir kunlar bo'ldi. Bugun yana yomg'ir yog'yotamda. Yo'q, Sulaymonning o'pi xo'jisiga yig'layotdi. Qandoq? Allohdan boshqa yer yuzidagi hamma narsa yo'qolib tugaydi. Lekin Parsiya, sen shirin orzularingni amalga oshirding. Shundoq do'stim.
Allah'a şükür. Men kichik bir qurt bo'lishim bilan hammalarga mush haqiqatni aytib beribdiman. Men jinlar g'ayibni biladi degan qarashni pechit qilibdiman. Men uni g'asini vayron qilgan chaqda pechit qilibdiman. Eg'zim ko'rinmaydigan kichik bo'lishiga qaramay buyuk Sulaymonning podshohligining pardasini echib etibdiman. Alloh taolo Qur'onda mundoq deydi. Biz Sulaymonni vafot qildirganimizda uning o'lganligidan jilloni faqat uning osisini yegan qurtli xabardor qildi. Sulaymon osisini qurt yeb yiqilgan chaqda jilloga aniq bo'ldiki, agar ular g'aybni biladigan bo'lsa-di, xorquvchi azobda, ya'ni shuncha uzoq vaqt emgakda qolmagan bo'ladi. Shundoq, heliq qurt Sulaymon alayhissalomning cheksiz podshohligining pardasini yepib yetibdi. Bu podshohlik yer yuzidagi mahluqotlarning eng kattalari, eng cho'nglari va eng kuchliklarini o'z ichiga olgan podshohlik ekan. Yer yuzidagi eng kichik, eng oddiy va eng tuvan bir maxluq uning pardasini yepib yetibdi. Beralaydigan ham cheklayalaydigan Alloh pakdir. Allah podshohlikni beralaydi ham tatib olaydi. Har narsa uchun boshlanish va oxirlashni o'rlashtirgan zot pakdir. Boshlanishga va oxirlashga qarta Allohni pak deb e'tiqod qilamiz. القرآن زي ما دلنا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. ولكل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى، التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى. المفروض إننا نتعلم من كل ده على فكرة إن العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة. ولكل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة